Assalomu alaykum hurmatli Manchester United muxlislari, sizlar bilan yana Zamin Rats kanali va man sarfitborlaringga navbatdagi prevyudan taqdim qilaman. Undan oldin odatdagidek sizlardan like bosishni, kommentariy yozishni hamda bizning kanalga podpiska qilishni unutmoqchigan holda, demak biz boshlaymiz. Bugungi mavzumiz dushanba kunidan seshanbaga o'tar kechasi bo'lib o'tadigan Old Trafford stadionida, mana arqamdagi go'zal fond stadionida Manchester United Everton o'rtasidagi bo'ladigan bahs oldidan preview hisoblanadi. O'yin haqida nima deyish mumkin? Terma jamoalar uchun tanaffusdan keyingi dastlabki o'yin va bu jarayonda o'yinlar mobaynida Manchester United har safar har xil formada keladi. Umid qilamiz, ko'pchilik futbolchilarimiz terma jamoalar safida o'ziga yuklatilgan vazifani, jahon chempionatiga chiqish vazifasini bajardi va endi to'liq e'tiborni o'sha klublar o'rtasidagi futbolga qaratadi deb o'ylayman va biz uchun kerakli bo'lgan natijalarni qayd eta olamiz deb o'ylayman va Amarim bu uchun o'sha qo'ldan kelgan harakat qilib jamoamizni to'g'ri yo'nalishda motivatsiya bera oladi deb o'ylayman. Bevosita o'yin haqida gaplashadigan bo'lsak, o'yinga tusha olmaydigan futbolchilar ko'rib chiqadigan bo'lsak, Manchester United tarkibida quyidagi futbolchilar maydonga tusha olmaydi deb beryapti saytlar yoki tushishi so'roq ostida deb beryapti saytlar. Demak, Manchester United tarkibida Harry Maguire, Benjamin Sheshko hamda Kobe Mainularni o'yinga tusha olmaydi yoki tushishi so'roq ostida deb beryapti saytlar. Everton jamoasida esa Brantwaite hamda Roll degan futbolchilarni maydonga tusha olmaydi deb beryapti saytlar. Eslatib o'taman, shu orada o'yinda Ted Harrington janoblari boshqarib boradi, adashmasam agar, va o'ylaymanki ular o'yinda suratini buzib qo'ymaydi va o'yinga kerakli bo'lgan paytdagina aralasha oladi deb umid qilaman. O'zaro va so'nggi o'yinlarning statistikasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, Manchester United so'nggi 5 ta uchrashuvda 2 bora durang o'ynagan va 3 bora g'alaba qozongan. So'nggi o'yinda ular Tottenham bilan 2-2 hisobidagi durangga erishgan. Everton jamoasida esa 2 ta g'alaba, 2 ta mag'lubiyat hamda 1 ta durang mavjud. So'nggi o'yin turda ular Fulham ustidan o'zini Goodison Parkda 2-0 hisobda g'alaba qozongan. Jamoalarda o'zaro uchrashuvlarga keladigan bo'lsak, demak jamoalar shu paytgacha 219 marta maydonga tushishgan. Shulardan 98 bora Manchester United jamoasining qo'li ustun kelgan, 70 bora esa Everton jamoasida ustunlik qilgan. Jamoalar 51 marta murosa ko'chasini tanlashgan. O'ylaymanki 220-yubiley o'yinda qanday natija qayd etilishini albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. O'ylaymanki Manchester United muxlislari hammasi o'sha MU'ning g'alabasi uchun menimcha tilak bildiradi degan 100% ishonchga egaman. Endi turnir jadvalini ko'rib chiqadigan bo'lsak, turnir jadvalida demak, men qo'ygan turnir jadvalimda ko'rishlaring mumkin. 3 ochkolik raznica bor jamoalar, ya'ni kechagi tur qo'shilmagan, bu faqat 11-tur, 12-tur oldidan agar biz g'alaba qozonadigan bo'lsak, kechagi o'yin natijalaridan kelib chiqadigan bo'lsak, biz aniq 2-o'ringa chiqa olamiz. Agar tim bo'la bugun Arsenal Tottenham o'yinidan keyin durang bo'ladigan bo'lsa. Demak, 3-o'rinda Chelsea jamoasi, 4-o'rinda Sunderland, 7-o'rinda MU va 13-o'rinda Everton jamoalari egallagan. Hammasi 11 ta tur o'tkazgan va Chelsea'da 20 ochko, Sunderlandda 19, MU'da 18 hamda Evertonda 15 ochko mavjud. Ko'ramiz, shu dushanba seshanbaga o'tar kechasi bo'ladigan bahsda MU o'ziga kerakli bo'lgan ochkolarni qo'lga kirita oladi deb umid qilaman. Endi bevosita o'yin uchun taxminiy tarkibni ko'rib chiqadigan bo'lsak, men taxminiy tarkib aytaman, sizlar esa albatta kommentariyada yozib qoldiringlar, qaysi futbolchilarni maydonga tushishini kutyapsizlar. Demak, darvozada Sani Lamins, markazda Leni Yoro, Lisandro Martinez hamda Matias De Ligtlarni qo'ydim men. Chunki Martinez davno qaytib o'sha terma jamoalar yig'inidan oldin qaytgan maydonga, umumiy mashg'ulotlarda qatnashni boshlagan va o'ylaymanki, Amarim shunday bizni qasoqimizda maydonga birinchi daqiqalardan tashlasa kerak. Ikkita qanotda Patrik Dorgu hamda Nusrat Mazraouylarni qo'ydim men. Markazda Bruno Fernandes hamda Casemiro, albatta bu ikki juftligimiz oxirgi APL so'nggi turlarda birga juftlikda tushyapti va ajoyib o'yinda mashq qila olyapti. Hujumda Mateus Cunha hamda Amad Diallolarni qo'ydim men va hujumda Brian Mbeumo harakat qiladi deb o'ylayman. Endi ular almashib
Kunya yoki Amat yoki BM uchalasi almashib shu hujumga chiqadi deb o'ylayman. Sizlar esa bu haqda albatta o'zlaring fikrlaringizda yozib qoldiringlar. Shu bilan meni sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shundan iborat edi. Sizlardan odatdagidek like bosishda, kommentariy yozishda hamda bizning kanalga podpiska qilishda iltimos qilgan holda sizlar bilan xayrlashaman va xudo xolasa o'yindan keyin yaxshi kayfiyatlarda o'sha obzorlarda qilamiz degan umiddaman. Sizlar bilan Zamin Reds kanali bo'ldi va videoning so'ngida odatdagidek o'sha dastlabki bu tur boshlanishidan oldin dastlabki uchrashuvlarda Everton bilan 2-2 hisobdagi durang natijada qayd etilgan MU tomonidan urilgan gollarni qo'yib beraman sizlardan. Sizlardan esa boyaga aytganda aktivlikni kutib qolgan holda sizlar bilan xayrlashaman. Xayr. O'zlaringiz asranglar.